Mana shu pulni ishlatganlar bo'lsa bilishadi. Kommentariyada yozib qoldirasizlar. Mana shu yerda tak 25 so'mlikda mana. Mana shu 25 so'mlikda 3 ta pochka bor. 7,5 ming so'm bo'lsa, hop mana bundan 2 ta, 3 ta pochka bor. 3 ming so'm. Hop, общий xullas bir 12 ming so'mcha bor-da, endi 12 ming rubl bor. Nima olsa bo'lgan mana shu 12 ming rublga? Volga mashinaning narxi necha pul bo'lgan, Jigulining narxi necha pul bo'lgan? Yosh kattalar bilishadi. Bilganlar kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana bir so'mliklar ham bor. Ma'lumot uchun ko'pchilik endi so'rashadi mana shu Said Davrning pulini. Nima olgan, nima olsa bo'lgan bitta pochkaga deb.